Assalomu alaykum. Bizning yillik qalamizning obunachilari ko'rib turganingizdek, xudo xolasa, yillik qalamizda bo'stonimizda zo'r yangilik, ya'ni opa-singillarimiz, yaqinlarimiz uchun juda ham zo'r yangilik. Men shu Sadoqat aka boshchiligidagi tikuvchilik sehri chilgan. Ya'ni shu yoshlarimizni, yaqinlarimizni hammasini taklif etib qolamiz. Nima uchun deysizlarmi? Sababi sizlarni shu hunar o'rganishlaringiz uchun, yaxshi bir natijalarga erishishlaringiz uchun sizlarni yo'nalish berib, zo'r tayyorlab, zo'r chiqaradigan bizning akamiz bor. Xudo xolasa, noldan professionalgacha bo'lgan kurslarimiz bor. Xudo xolasa sizlar uchun hamma narxda, juda ham kelishilgan narxda qilib berganmiz. Bizning o'quv markazimizda ham nazariy bilim, ham amaliy bilimga ega bo'lasizlar. Xudo xolasa ko'rib turganingizdek yana tikuv mashinalari bor. Bir de hammasi juda ham zo'r ishlab chiqarilgan. Bular Germaniyada ishlab chiqarilgan tikuv mashinalari. Boshda nazariy bilimlarga ega bo'lib, undan keyin shu amaliy bilimlarga ham ega bo'ladi. Bizning o'quv markazimizda 15 yillik tajribaga ega bo'lgan ko'p ustozlarni shogirdi hisoblanmish Sadoqat akaga so'z navbatini beraman, xudo xolasa, bayonini tushuntirib o'tadi. O'qiyman, o'rganaman degan barcha ayol qizlarimizni kutib qolamiz. 15 yoshdan 50 yoshgacha bo'lgan barcha yosh chegaralanmagan. Hammangizni kutib qolamiz. Xudo xohlasa, nurdan professionalgacha o'zimdan ham zo'r etib o'rgataman, xudo xolasa. Manzilimiz Ellikqal'a tumani Bo'ston shahar yoshlar ko'zlari 2-qavatida joylashgan. Sizlarni o'quv markazimizda kutib qolamiz.